Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga 1001 hadis kitobidan yana bir go'zal hadisni taqdim etamiz. Diqqat bilan tinglang. Bu hadis hayotimizga nur va ibrat olib kiradi. 41-hadis. O'zingizga yoqqan narsani boshqalarga ham ravo ko'ring. 42-hadis. Do'stingizni yengilroq sevingki, kuni kelib u dushman bo'lib qolishi ham mumkin. Dushmaningizga ham yengilroq adovat qilingki, kuni kelib u do'st bo'lib qolishi mumkin. 43-hadis. Maddohlarning yuzlariga tuproq sochinglar. 44-hadis. Dehqonchilik qilinglar, chunki u barakali kasbdir. Dehqonchiliklaringni qo'riqlovchi soqchilarni ko'paytiringlar. 45-hadis. Kiyimlaringizni chiroyli qilinglar. Ot ulovlaringizni yaroqli tutinglar. Odamlarga yuzdagi holdek namuna bo'linglar. 46-hadis. Ikki jag'ing va ikki oyog'ing orasidagi a'zolaringni saqlagin. 47-hadis. Avratingni o'z xotining va cho'rilaringdan boshqa odamlardan saqlagin. So'radilar, odamlar ichida qolganda qanday saqlaydi? Javob berdilar, iloji boricha birovga ko'rsatmaslikka harakat qil. Yana so'radilar, uyda yakka o'tirgan odam avratini yopmasa bo'ladimi? Aytdilarki, odamlardan ko'ra Xudodan hayo qilish lozimroqdir. 48-hadis. Otang vafotidan keyin uning do'stlari bilan aloqani davom ettir. Aks holda Alloh taolo sening nuringni o'chirgay. 49-hadis. Ummatlarimga 3 narsadan qo'rqaman. Podshohlarning zulmidan, yulduzlarga ishonishlikdan, taqdirga ishonmaslikdan. 50-hadis. Amirning sovg'a olishi harom va qozining pora olishi dinsizlikdir. Muallif Abdulaziz Mansur 1001 hadis kitobidan. Har bir hadis qalb uchun nur. Shu nurni boshqalarga ham yetkazing azizlar. Kanalga obuna bo'ling. Navbatdagi hadisni o'tkazib yubormang.